Ba'zan sug'urta amaliyotida yirik va yuqori xavfga ega bo'lgan majburiyatlarni kompaniyaning o'zida qoldirish holatlari uchraydi. Biroq bunday qaror xavflarni puxta baholashni talab qiladi. Chunki tabiiy savol tug'iladi. Agar yirik sug'urta hodisasi ro'y bersa, sug'urta kompaniyasi o'z moliyaviy barqarorligini qanday saqlab qoladi? Qonunchilikka muvofiq, sug'urta tashkilotlari qabul qilayotgan majburiyatlar ularning moliyaviy imkoniyatlariga mos bo'lishi kerak. Agar risk hajmi kompaniyaning o'zida qoldirishi mumkin bo'lgan me'yordan oshsa, u qayta sug'urta orqali taqsimlanadi. Bu yondashuv sug'urta tashkilotining to'lov qobiliyatini ta'minlaydi. Ya'ni har qanday vaziyatda ham mijoz oldidagi majburiyatni bajarish imkonini beradi. Qayta sug'urta bu risklarni boshqarish, yirik moliyaviy zararlar ta'sirini kamaytirish va moliyaviy barqarorlikni saqlashga xizmat qiluvchi mexanizm. Barqarorlik esa xavfni ongli boshqarishdan boshlanadi. O'zbekiston qayta sug'urta kompaniyasi barqaror kelajak uchun ishonchli hamkor.